Ma'lumki azizlar, yer va osmondagi barcha narsalarning egasi bu Alloh taborak va taolodir. Jumladan insonning jismi ham, uning hayoti ham yagona egasi bu Allohdir. Alloh taolo bandalarga bu umrni g'animat qilib berdi. Lekin inson ayrim sabablar orqali o'z joniga qasd qiladigan bo'lsa, Alloh taolo tarafidan berilgan umrga xiyonat qilgan xiyonatkor bo'ladi. Islom dini jismi jonini saqlashlikka va uni zoyi qilmaslikka chaqiradi. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, qaysidir bir inson boshqa bir insonning joniga nohaqdan qasd qiladigan bo'lsa, butun insoniyatning joniga qasd qilgan deb turib ifodalaydi. Bundan tashqari nafaqat boshqa bir inson, balki inson o'zini joniga qasd qilishlikdan ham juda ham ehtiyot bo'lishligi kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, o'zingizni o'zingiz o'ldirmang, albatta Alloh sizlarga rahimlidir deb marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana shu inson o'z joniga qasd qilishlik to'g'risida ko'plab hadislarni misol keltirishlik mumkin. Jumladan Imom Buxoriy Jundub roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bir insonning jarohati bor edi. U inson o'zini o'zi o'ldirdi. Mana shunda Alloh azza va jalla bandam mendan avval o'z joniga qasd qilishlik bilan shoshildi. Men uni jannatga kirishligini harom qildim degan deb Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilar. Inson dunyoda yashar ekan ba'zida mashaqqatlar bo'ladi, qiyinchiliklar bo'ladi yoki bir og'ir kasalliklar bo'lishligi mumkin. Lekin mana shu holatlarda Allohdan yordam so'rab sabr qilsa, Alloh azza va jalla unga ikki dunyoda ham albatta ajr mukofot beradi. Lekin bu dunyoni ba'zi bir mashaqqatlariga sabr qila olmasdan o'z joniga qasd qiladigan bo'lsa, bu og'ir gunoh ishni albatta bajarib qo'ygan bo'ladi. Imom Buxoriy Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim o'zini o'zi bo'g'ib o'ldirgan bo'lsa, do'zaxda ham o'zini o'zi bo'g'ib turadi. Kimki o'ziga o'zi pichoq urib o'ldirgan bo'lsa, bu inson do'zaxda ham o'ziga o'zi pichoq urib turadi deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam barchalarimizni ogohlantirdilar. Azizlar, Alloh taborak va taolo bunday yomon ishlardan bizlarni, farzandlarimizni, butun jamiyatimizdagi barcha insonlarni hamisha panohida asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.